Aslida kiyimni zo'ri, xushbo'ylikni zo'ri, o'sha kuni mashinani yaxshisi. Mashinalar tozalangan, kiyimlar dazmollangan, holatlar juda yaxshi. U nima? Masjid uchun bo'lishi kerak. Men aytmayapman. Masjidni demayapman. Avval o'zingizga birodar qarang. Bugun qish kunlari alhamdulillah, Alloh fazl bersin. Yosh bolalaringizga e'tibor bering. Bugun yoshlar bilan birga namoz o'qiymiz. Ba'zida safni oxirroqda tushib qolamiz. Egiladi, beli ochiladi birodar. Birodar, aslida avrat ochilgan bo'ladi, namoz buzilgan bo'ladi. Ham masjidga nohurmatlik, ham orqada turgan jamoatga nohurmatlik, ham namozini buzuqligi, ham sog'lig'iga maza. Bularni umum ma'noda biz odob deymiz. Demak, farzandlarimizga shuni ta'lim beraylik bugun. Shuning uchun undan keyin muammo. Hali u yog'i kasal, hali farzandi bo'lmayapti, hali bu holat. Biz bu holatlar ham dinimizga, ham dunyoyimizga, ham salomatligimizga bugun to'g'ri kelmayapti. Shuning uchun farzandlaringizni nazorat qiling. Farzandlaringizni nazoratda bo'ling bugun. Bugun Alloh taoloni o'zi fazl bersin, yaxshilik bersin. Bosh kiyim kiyib yursinlar, oyoqlariga mahkam bo'lsinlar. Bugungi kunda shunaqangi muammolar bor. Chunki hamma narsa, ibodat, fazilat, bularning hammasi chiroy bilan bo'lmaydi. Chiroyli ko'rinishligi mumkin, lekin u baquvvat emas. Har bir fazilat chiroyga bog'liq emas. Shuning uchun biz aytmayapmiz, kiyimlar yangi bo'lsin demayapmiz, toza bo'lsin. Imkoniyat doirasida bo'lsin, demak masjidning odoblari ham mana shunda.